O'sha kun bitta sal ranjidim, Qozog'istonliklarni madhiyasi qo'yilibdi, Qozog'istonliklar xur qilib gapirib, baqirib aytibdi-da. Shuni o'zini bolasi chiqibdi, Qozog'istondan kelgan 2000 ta odam borki, bilet qancha bo'lsa ham sotib olib kiribdi. Qozog'istonliklar madhiyasi qo'yilibdi, xur qilib aytishyapti. O'zbekistonliklar madhiyasi 15 minutdan keyin topilibdi, topisha olmayapti. Lekin menga ringga kirib borayotgan paytim birinchi bilasizlarmi, qanaqadir pullar yo'q, qanaqadir prosmotrda o'ylaganim yo'q. Bizga O'zbekiston ishonchi beryapti. Men birinchi ishonchi orini o'ylab chiqdim-da. O'sha vaqtini o'ziga bir qanaqadir Alloh kuch-quvvat berib qo'yib, qanaqa nima qilayotganimni bilmasa o'zi kirib bordim-da, yorib. Shuning uchun men birinchi mujiklar, birinchi sportsmenni psixologiyasi, trenovkasi bu motivatsiya. O'zbekiston ko'rgan payt hali siz yutasiz, hali gap bo'lishi mumkin emas degan gapi bu katta narsa deb o'ylayman. Shuning uchun O'zbekiston, inshaalloh sizlar duo qilinglar, onaxonni duo qilinglar. Men sizlarga isbotlab ko'rsataman, Xudo xolasa bu narsani.